Bu narsa почти hammada kuzatiladi. Kvartiramni dizaynni qaysi stilda qilsam ekan deb o'ylab boshingiz qotishi bu tabiiy holat. Stil turlari juda ko'p, 100 dan oshadi. Lekin bulardan bizda eng ommalashgani neoklassika bilan minimalizm. Agar sizning kvartirangiz maydon jihatdan jam unaqa katta bo'lmasa, kamiga patologiyangiz 3 metr yoki даже undan ham pastroq bo'lsa, siz o'zingizga neoklassika stilni tanlashga shoshilmang. Sababi maydonimiz kichkina, patologimiz past va bu pomeshcheniyaga neoklassika sig'maydi. Neoklassikani o'ziga xos kombinatsiyalari, ya'ni devordagi qalin bo'rtma elementlar, dekorativniy ramkalar, patologdagi baland tiyagalar, bularning hammasi interyerimizni yanada toraytirib ko'rsatadi. Demak, shunaqa stil tanlashimiz kerakki, interyerimiz keng, yorug' ko'rinishi kerak. Ya'ni odam ruhiyatiga ta'sir o'tkazish kerak emas. Va bunaqa vaziyatda faqatgina minimalizm stili eng zo'r variant hisoblanadi. Agar bizni kuzatishda davom etsangiz, keyingi videolarimizda minimalizmning afzalliklari haqida batafsil ma'lumot beramiz. Stil turlari juda ko'p, 100 dan oshadi. Lekin bulardan bizda eng ommalashgani neoklassika bilan minimalizm.